Qadrli yurtdoshlar, bugun sizlar bilan Tabiiy shifo kanali. Bugun sizlarni e'tiborlaringizga taqdim qilinadigan mavzu bu ko'pchilikni qiziqtirayotgan, hozirgi kunda aholini eng kamida 30-40% egallab borayotgan oq dog'lar haqida gaplashamiz. Bilasizmi, oq dog'ni davosi bor. Ko'pchilik aytayapti, agar oq dog'ni davolasa Nobel mukofoti berish kerak deydi. Yo'q. Nobel mukofoti berish shart emas. Faqatgina organizm sistemasini to'liq o'rganib turib, nima sababdan bu oq dog' kasali bo'lyapti? Bularga qanday programma kerak? O'sha oq dog'ni keltirib chiqayotgan sababchi omillarni yo'qotsakkina, astodil bo'lib programma bilan ketsakkina, mana shu oq dog'dan qutulib ketayotgan insonlar juda ko'p. Albatta, buning uchun sizdan faqat ixlos, mahsulotlarni vaqtida ichish va tartib-qoidaga rioya qilish. Mana shu biz aytgan narsalarni vaqt soatida qilib berayotgan insonlardan juda ham yaxshi rezultatlar chiqib beryapti. Hech qachon tushkunlikka tushmang. Albatta, buni oq dog' nelechimi, buni davolab bo'lmaydi deb turib hali uni kuydirib, har xil preparatlarda surkab, har xil narsalarda ichib, battar holatga tushmang. Buni astoydil ilmiy isbotlangan programmalari bor. Mana shu programma asosida, dastur asosida eng kamida kasalingizni 3 yildan buyoq tezroq tuzaladi, 3 yildan uzoqlashib ketganlar uzoqroqda tuzaladi. Lekin astoydil har kun uni kerakli oziqasini berib turadigan programmamiz bor. Bu programmaning albatta o'ziga yarasha sirlari bor. Qaysi mahsulotni qaysinga qo'shib bersa rezultat tars etib chiqib beradi. Buning uchun albatta siz bilan iloji boricha bizni tabiiy shifo maskanimizga kelib, ko'riklardan o'tib, gaplashgan holatda hamma narsani aniqlashtirib olib programma beriladigan bo'lsa, natija siz kutgandan ham a'loroq bo'ladi. Buning uchun albatta sizlarga isbot dalili bilan ko'rsatib bera olishim mumkin. Bu haqida ishlangan videolar, fotosuratlar Tabiiy shifo kanalimizda bor. Albatta pastda manzilda bizni Telegram manzillarimiz yozilgan. Bu yerga o'tib bemalol o'z fikrlaringizni ham qoldirishingiz mumkin. Aziz yurtdoshlar, hech qachon tushkunlikka tushmang. Albatta oq dog'ni davosi bor. Aziz yurtdoshlar, bu programmani ko'pchilik narxini bilan qiziqadi. Albatta narxi juda ham qoniqarli. Bir oyingizga bir oylik programma o'sha ichki sababchilarni yo'qotish bilan birgalikda parazitdanmi, zamburug'danmi, pochkani ustidagi nefron bezini buzilishidanmi, asabdanmi bularni ko'rib turib programmalashtirgan holatimizda ham o'sha oziqlantiruvchi programma ketadi, ham kremlari ketadi, ham ichki tozalov dasturlari ketadi. Bularning umumiy narxi atigi 950 ming so'mni tashkil qiladi. Bir oyga bo'lib olsangiz kuniga 31 ming so'mdan o'zingiz uchun sarflayotgan bo'lasiz. Albatta aziz yurtdoshlar, hali pulingizni bu yoqqa ko'tarmaysizlarni tushunaman. Juda ko'p joyga borgansizlar, juda ko'pchilikdan umid qilgansizlar. Albatta buni natijasi bor. Hech qachon tushkunlikka tushmang. Faqat siz fokusni bitta narsaga qaratib, e'tibor bilan biz aytgan qoidalarga amal qiladigan bo'lsangiz, albatta buni natijasi bor. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.